Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Ekler shirinligini tayyorlashni birgalikda o'rganamiz. Endi shirinligim o'xshamaydi deb bahona qilmaysiz, chunki sir asrorlari bilan birgalikda o'rgataman. Gazga qo'yadigan idishimizga margarinni solamiz. Erigandan keyin 2 kosa suv solamiz. Bir qaynagandan keyin 2 qoshiq shakar va 1 chimdim tuz solamiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Endi yaxshilab qaynagandan keyin 2 kosa unimizni birdaniga solamiz va tez-tez aralashtirib turamiz. Silliq xamir holatiga kelguncha aralashtiramiz. Quma-quma bo'lib qolmasligi kerak va buni silikon lopatada tayyorlaymiz. Mana xamirimiz xuddi shunaqa holatga kelishi kerak. Endi xamirimizni quruq idishga solamiz va issig'i chiqib ketishi uchun mikser qilamiz. Idishimizga 6 ta tuxum chaqib olganman. Ikkitasini solib mikser qilamiz. Hammasini birdaniga solib yubormaymiz. Va yana ikkitasini solib, yana bitta mikser qilaman. Tuxumlar katta yoki kichikligiga qarab 6 ta yoki 7 ta tuxum ketadi. Mana 5-tuxumni ham soldim va mikser qildim. 6-sini ham solaman. Menda 6 ta tuxum ham kamlik qildi. Yana bitta tuxum aralashtirib, yarmini solaman. Xamir juda ham suyuq bo'lib ketmasligi kerak. Agar juda ham suyuq yoki juda ham quyuq xamir bo'lsa, pechenyemiz shishib chiqmaydi, o'tirib qoladi. Mana 7 ta tuxumni ham soldim. Yarmi ham ozlik qildi, qolganini ham soldim. 7 ta tuxum ketdi menda. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni konditer mishokka solamiz. Men shunaqa nasatkada chiqardim. Gulga o'xshatib, pergament solingan listimizga gulga o'xshatib chiqazib olamiz. Bu orada pechimizni ham yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qizib turgan duxovkaga 180 gradusga 30-35 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Pechenyemiz pishib chiqquncha qaymoqli krem tayyorlab oldim. Mana pechenyemizni orqasini teshib oldin klubnikali shem, keyin qaymoq solamiz. Mana pechenyemiz ham tayyor bo'ldi. Video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.